Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı ve inayet bilen Ustaz Abdülvahap Halab degan kişinin ilm usul fiqh degan mush risolasi haqida dersimiz davom qilgan bo'lib, bundan biz 3-chi qism Qavaid usuliyya al-lug'aviyninki mafhum muxolifa. Bu 7 xil qoidani o'z ichiga olgan bo'lib, bununki ikkinchi qoidasi mafhum muxolifa. Shuningki barisi darsimiz davom qilgan bo'lib, jumhur ulamolar bilan Hanafiy ulamolar usul jumhur usulchilar bilan Hanafiy usulchilar orasidagi mafhum muxolifini o'zini buningga qaydlarni qayd qilish bilan dalil uni nasb bo'lamdi bo'lmamdi. Mafhum muxolifiga hujjat bo'lamdi bo'lmamdi. Qayd qilingan qaydlar bilan qayd qilingan naslar degan shu talash tortishuvda davom qilgan bo'lib darsimizda jumhurlar haqida qisqa to'xtalib o'tdik. Endi biz Hanafiy ulamolari keltirgan dalillari shu yerga to'xtab qolib ekanmiz. Kelganimizdan darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. Bu usul haqidagi Sadatl Ahnaflar bular shundaydiki o'zlarininki mazhabiga واستدل الأصوليون من الحنفية على مذهبهم بعدة أدلة أظهرها اثنان. Bu Hanefilden boğan usul ulemaları, usulçular özünün göz karışığa bir qancha delil keltirgan bo'lib bir qancha dalillar bilan. Bunun eng mashhurrog'i qaysi ikki delil bo'ladi bundan. El degandek bu Hanefi usul ulemaları kim mesela Cassas'ın ibaret, Dabbusi ve Bezdevi yani onun başka şu Saraksi diğer ibaretler. Ama bunun Hanefi ulemalarınki usul fiqh hakkındaki tutman yolu kaidini misallardan şunundan doğdurdu. Kaidini yaki misallardan alıdı. Ulanın kaidesi asasen nime egeçkici misal asas. Misalını evvelde kullanıp şu misal qarab kaidini tuzib chiqargan. Mandak ma ibarla ma misalla ishlatilibdi, ibara surilibdi, uni qaraganda bu qoida mandaqqa deydigan. Ama cumhur usuliyullah bu tamamen bununki eksici. Ular kimdisi mesela Qadi Abdülcabbar degandek, bunun bir necha jahan bo'lar, lekin mashhurrog'i Abu Husayn al-Basri degandek, Juvayni degandek, kim Abu Hamid al-G'azzali degandek va boshqalari. Bular buni mutakallimullah deyildi de. Ala fuqahala Hanefi İmam Ebu Hanife rahbarligidagi usul Hanefi ulamalarını fuqahala deyildi. Ma'nichu cumhur deb atiladi. Çünkü İmam Şafii başligidagi rahbar başligida ki usul ulamalar hamdi. Bular qoida asos. Avval qoidani dastlab shu qoida qarta furuat shaxs masalalarni chiqarmaymiz. Evvel kayda boysunuz lazım deydi. Kayda asas onun için furuat mesele koşumçadır. Hoş hem de bir yerde bulardan bu Hanefi ulamalardan bu mezhepler bu usulcular öz mezhebine iki delil keltirdi. وشكدلنا أن مشهور قيسي دسا برنج الأول أنه ليس مضطردا في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحييده بغاية أو عدد يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة ويتردد السامع في حكم في فهم حكم ما انتفى فيه القيد ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال
فمن قال إذا سألك صباحا فاقضي حاجته لا ينكر أو لا ينكر على سامعه إذا استفهم أما سأله مساء. وإذا كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأن النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال. أم bu Hanefi ulemalerdeydi. Hem de bu kanda bula mefhum muhalifler. Nimliki kayıtlavlen, kayıt kılıngan nesninki üzüm muhalif sıgıçı mutterit halda multazım mustamir dalalat kılmaydı diyenge onu belki o mefhum muhalifine başka bir hükümle anandagin o mefhum muhalifini elinde ama mefhum muhalifsiz çıkmaydı degenge tevenki göz karşına oturup koydu. Birinci, çokum bu Hanefi ulemalarının karşıda bu mefhumul nasninki kayıtlar bilen kayıtlangan nasның mefhumul muhalifini uqtırışı Arap tilida bu muqim gap emas, muttariden mustamir emas. Arap tillerço muttarit emas, qayda kulli emas. Nemi qayda kulli emas? Cho'qim, masalan bir hukmni o'zini, bir sifatlan, ya bir shartlan qayd qilish, yoki hukmni o'zini tahdid qilib bekitish, g'oya yoki son bilan bekitish. Bu hukmni qayd boyada hukmning subut nuqturdi, u qayd yo'q yerda hükümden muntafisini uqtirdi deydigan gapcho bu keskin emas bu. Bu muttarit emas bu. Qayda kulli emas. Qayal zodi bu yerda qaydlan bo'lgan bo'lsa hukm bor. Qayd bo'lmagan yerda hukm yo'q degan qo'shish bu gapni o'zi muqim qayda kulli muttarit emas. Buning dalili nimasi? Buning dalili ko'p vaqtda masalan iboralar muqayyat bo'lib keladi. Arab tili uslublari vasf yoki shartlan muqayyat bo'lib keladi yoki g'oya odatlan muhaddad bo'lib keladi. Shundoq turuqliq muqayyat kelgan turuqliq buni anglagan odam bu qayd bo'lmagan narsaning hukmini tushunish jarayonida ikkilanib qoldi. Bu qayd yo'q ekan. Buni hukmi qandoqdir? Buning zodi shu mantiqning hukmidan cheklanamdiq yoki bu qayd bo'lmagandan keyin buningda mafhum muxolifasi o'tamdiq degandek qilib cheklin sal tavrib lingishib qoladi, ikkilanib qolib qoladi. Anandan keyin bu mutakallim qanday qiladi? Buni so'raydi. Bu qayd bo'lmagan bu narsaning hukmidan so'raydi. Buningga bu mutakallim anandan keyinchi bu so'raydi u sami anglagan u qayd bo'lmagan nimadan iboradan mutakallimdan so'raydi. Mutakallim u sami qarta bu savolni inkor qilmaydi. Men masalan qanday bir odam desa sana qachon atiganda bir odam savol qo'lni ochib kelsa, voy menga buni agin haga lillah degandek masalan yoki menda bir şey ihtiyacım bor qilib bergin deb qilib qolsa, sana atigan bir odam bir narsa so'rab kelib qilib qolsa, uni hojatini ravo qilib qo'ygan. Faqdi hojata. Masalan bir odam debdi-da iza sa'alaka sabahan faqdi hojatini. Atiganda kelsa deganligini o'zi inkar qilmaydi-da. Mush gapni o'zi shu iboraning o'zini anglagan odam qachon oqshomda kelib qolgan odam haqida so'rashdan fahmi talab qilishni inkor qilmaydi. Qachon yani tushunishni fahmi talab qilib qolsa u so'rgan odam yoki anglagan odam bir kishiniki so'rdi u odam bu odamdan oqshomda so'rgan odam haqida bir tushunishni oqshomda qanday qilaman deb bundoq so'rab qilib qolsa, voy nimda yuriysan, men bu atganni gapni qilsam oqshomni gapni qilib yuriysan-ku, hozir atganni gapni qil deb unaga inkor oldirmaydi. Demak, mujnaq linishib qoladi bu odam. Taraddud qilib qoladi. Garchi bunida bu qayd bo'lmagan bo'lsa-mu, oqshomning to'g'rida, oqshomda bir odam bir savol qilib kelgan odam haqida bir qayd yo'q bo'lmasa, shundoq bo'lsa-mu, atiganda kelgan odamning hojatini ravo qilib qo'y degan bo'lsa,
Anlığa adam keşkurul ki adamlık ihtiyacı kanda kılman dep sorap kaladı. Eniq bir narsa dep bolanmay, kayıt bulmaganligi uchun onun kayıt bulmagan narsanın hükmünü düşünüşçü tereddüt qilib qoldi bu adam. Qachoniki masalan hukmninki yo'q ekanligiga qayd bo'lmaganda hukmning nafisi bo'lgan dalalati uni keskin bo'lmagan bo'lsa g'ayr maqtuun bih hukm nima qayd bo'lmaganda hukmninki bo'lmaganligiga dalolat g'ayr maqtuun biha uni keskin bo'lmasa unda nas shar'iy uning uchun qayd bo'lmagan yerga yani mafhum muhalifga hujjat olamaydı demekçidir. Çünkü şer'i nas degan o şer'i naslan nima qiladi? Hujjat keltirish jarayonida ehtiyot qilmoq lozim. Undan keyin mujarrad ehtimolliklarni hujjat olmaydi. Hujjat deganligimiz rasmiy tasdiqlaydigan multizim mundaq gap bo'lishi kerak deydi. Ammo u ehtimollik gaplar bilan hujjatga yaramaydi u. Şuna bu nas muqayyatı kelganda onun mefhum muhalifiga ötmeymiz. Mefhum muhalifi için dalalat kılmaydı deydi. Kim? Sadatul Ahnaflar. Ama bu birinci delili. İkinci delili. Ve thani enne kesiren minen nusus şer'iyyet leti dellet ala ahkamin ve kuyyidet bi kuyudin lem yentepi hukmuha haysun tepel kaydu. بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد وللواقعة التي انتبه عنها فالصلاة في السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا مع أن النص شرط القصر بهذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والربيبة تحرم على الزواج على زوج أمها والربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في هجره وإذا لم تكن في هجره مع أن النص قيد التحريم بهذا الوصف وربائبكم اللاتي في حجوركم فالاحتياط في فهم النص الشرعي يوجب ألا يحتج به على نفي الحكم إذا انتفى القيد وكثير من النصوص بعد أن ذكر الحكم المقيد نصت على مفهوم مخالفة له مثل قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وهذا دليل على أنه غير مفهوم قطعا من نص السابق وإلا ما ذكره ثانيا. İkinci bu Ebu Hanif usul ulemalarınınki yani Sadat Ahnaf'tın boğan yani Fuqahala cemaasının boğan bularınki ikinci deliyle bu mefhum muhalifine nas muqayyat kelganda mefhum muhalifini uqtumaydi degan ikinci deliyle çokum şer'i naslarning ko'pinchisi hukm uqtirdi. Qaytlan ne bo'lgan bo'lsin, qayd qilingan bo'lsin, uqtirdi ahkamni va qayd qilinish qaydlan. Lem yentepi hukmuha haysu yentepel kaydu. Onun hükmü kayıtının bombaga yerde hükmü bulmaydı, muntepi olmaydı. Bu kayıt yokken de kılım onun hükmü nepi hükmetmeydi. Kaydı qarab kılım şer'i neslerin köpüncüsü uqturdu hükümlerini. Kayıt kılıngan bu şer'i neslerin bir qancha kayıtlar bilan kayıt kılıngan. Hem bu kayıt kılıngan bu şer'i neslin hükmü çok kayıt bulmagan yerde hüküm yok ketmeydi. Kayıt bolsa hüküm bu kalgan, bulmaya kıpkız bulmaya karşı yok. Kayıt bulmagan yerde hüküm muntapi olmaydı ki hüküm yok etmeydi ki hüküm bulurdu. Belki sabit olurdu bir neslin hükmü bir vakalık değil ki o vakalıkta kayıt var. Mesela min nisaikum lati dakhaltum bihinne fe illem tekunu dakhaltum bihinne fela cunaha aleykum. Sizlerinin ayallarınla ki o ayallarınla asıl duhul kılgan, boğan ayallarınla. Müşladın boğan sizlerin nime terbiye ballarınla. Mesela
Bunun o'zi harom qilindi demakchilar, bu sabit bo'ldi. Nasning hukmi bir voqelikki, u voqelikchi qaytvoki daxaltun degan qaytvo. Agar uni kirmagan bo'lsang chatoq yo'q. Kirgan bo'lsang degan qayt bo'lgan mush voqelik uchun hurmat degan hurrimat alaykum mayt. Ha, nima? Oyat karimda baya hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum ta oxir qisqiq arliqda mush oyatning o'zida qanday qilgan deganda buningda nasniki hukmi sabit bo'ldiki, haromlik sabit bo'ldi. Bir voqelik, chunki voqelik qayt bor. Qaysi bu deganda sizlarninki varaba ibukumul latifi hujurkum. Sizlarning hujuringlarda cho'ng'ilgan qizlaringlar uchun deganda. Sizlarning hujuringlarda bu qayt bo'ldi. Buningda mushnu sizning hujuringlarda cho'ng'ilgan qiz tarbiya bolalarga sizlarga harom qilindi degan nasning hukmi bu voqelik uchun sabit bo'ldiki, buni qaytib olgan. Shu pivjurkim qaytmay edi. Va bir voqelik uchunki u qayt bo'lmagan ham sabit bo'ldi. Qayt bo'lgan yerdan bu nasning hukmi sabit. Bir voqelik uchun bo'lgan bo'lib, bir voqelik uni qayt bo'lgan. Va bir voqelik uchunki uni qayt bo'lmagan. Har ikkalasining nasning hukmi sabit bo'ldi. Masalan, bir misol tavanda qaraylik, namoz. Namoz safarda qasr qilindi. Namoz o'qigan odam mayli bu allazina kafaru bo'lgan bu badbaxtlarning fitna fasodlardan qo'rqsin va yoki va illam yaxof, agar qo'rqmasin mayli. Demak, buningdachu nasning hukmi bu voqelik uchun sabit bo'laverdi. Hatto uningda bu nim bo'lmasimi? O qayt bo'lmagan yerdimi? Bo'lgan yerdimi shundoq? O allazina kafarning fitnasidan qo'rqib qolsanglar, onandanmi qasr qilib o'qiysizlar? Eğer fitnessdan qo'rqmagandimi, yana shu qasr o'qiysizlar degan chiqdi mana buningda. Demak, namoz safarda qasr qilindi. Garchi namoz o'qiydigan kishi allazina kafarullarniki kofirlarning fitnasidan qo'rqsa va illam yaxof, va agar qo'rqmasin ham shundoq qasr qilaverdi ikki holatda. Qayt bo'lmagandimi? Qayt muntafi bo'lgan holatdami? Shundaqdir ki bu nas shart qildi qasrni mushartlinki in xittum agar qo'rqsanglar degan bo'lsa shart qilgan. Va rabiba masalan beqvogan o'gay qizi harom bo'lib bu o'gay qiz o'zining opasining yeriga opasidan to'y qilib ekan, keyin uni boshqa adam bo'lgan bir qiz cho'ngibdi. U qiz oning aga harom bo'ladi deydi opasining yeriga. Qachon bu o'zing hujursiz bo'lsin mayli. Hujursiz bo'lmay cho'ng dadasi cho'ng opasining uyi cho'ngibdi. Hujursiz bo'lmasin shundoq. Ay mutlaka apsıga nikahның tushlarligilam gerçi duhul olmuşsu mu bu kız o nime bu ögey kız ege haram. Şundak durur ki nas muş vasflen tahrimni qayd qildi ki pi duhulikum bilan keldi. Varabaibikum allati fi hujurikum ha fi hujurikum degan qaydlan mush vasfdan keldi. Bu haramlik qayd qilindi, bu tahrim yani haramlik deb haram qilish degan gapning o'zini mush vasf bilanki fi hujurikum sizlarning hujuringlarda degandek. Ammo buni hech qanday ta'sir olmaydi. Buniki bu qayd ihtiroz emas, qayd ag'labiy yoki ittifoqiy yoki voqi degandek. Endi shar'iy nasni tushunishda ehtiyot qilish vojib bo'ladi, talab qiladi yoki vujub talab qiladi. Yilqi hukm qayd bo'lmagan vaqtda hukmninki yo'q ekanligiga hujjat keltirmaslikni talab qiladi. Bu qayd yo'q ekan, bundan qaraganda hukm yo'q deb mandaq demaslikning o'zini talab qiladi. Nurg'un naslava masalan zikr qildi bu nas nimani qayd qilingan. Mesela pi hujurikum qayt oldu ananda. Ma tevenkeyete min nisaikum lati dakhaltum bihinne degende dakhaltum bihinne bilen bu hüküm mukayyet oldu. Muşundaq nurgun neslava hüküm mukayyet tilga ilingandan keyin uqturdu mafhum muhalifni uqturgan nurgun neslava. Hüküm mukayyet ba. Ama mafhum muhalif için nesl boludu.
Allah subhanahu teala'nın siz okşaş ki min nisaikumul lati dakhaltum bihinne fe illem tekunu dakhaltum bihinne fe la cunaha aleykum. Sizlerinin ayallarınızdın ki ayallarınıza dokul kıkantıngla. Fe illem tekunu dakhaltum bihinne fe la cunaha aleykum. Eğer o ayallarına dokul kılmagan bolsanlar, onun sizlere vaqt tak yok. Yani çıktı da. Mesela bunun zaten pe'in dehaltum bihin nevlen kayıt kılındı bir hüküm. Muş haram kılındı sizlerge muşna mıyla mıyla haram kılındı muşu dep ve çizimlik hemen Allah Teala sunup hadi hürmet aleykum muhatikum ve benatikum ve halatukum ve benat. Min nisaikum lati dehaltum bihin ne keş galu. Haram kılındı diyen aşu nime kayıt kılıngan hüküm İllem tekum min isakum dehaltum bihinne ulan dehaltum bihinne eğer şu kırsanlar degen aşçı kayıt kılıngan hükümden ken nurgun hükümle nurgun nesle ço uqtudu mefhum muhalefin uqtudu eğer kirmisanlar ço kirmisanlar çatı yok diye uqtudu men manada. Demek bu mefhum muhalefe mutterit emesken. Arap tilida bu elike kayatlıkılan hükümün kaydı vasf bilen hüküm ya şart bilen kayd kılınsa ya ki gaye ya adet bilen tahdid kılınsa o vakitte hükümni nimini hükümniki subutunu kayıt bayadı hükümün subut nokturdu kayıt bulmagan çağda hükümün subutunu uqtumaydı degan gap puttasını mutterit ling tak tak mınak lingish qo'ygan gapgan bu deydi. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Sizler o ayarlarınıza fakat yakın kep kalmanglar. Ta ola hatta yatın pak zoğun kadar. Feyza tatahharna pak zoğun çağın ananlıken sizler Allah sizlerini çok buyurgan taraftan kılan. وهذا دليل على أنه غير مفهوم قطعا من النص السابق وإلا ما ذكره ثانيا. Bu bir delil, şunu delil ki bu suçu, bu ilgaki neslin, kat'en ilgaki neslin paydalangan emas. Feyza tatahharna fa'tuhunna min haysu emarakumullah. Mesela bu ma ilgaki ve la takrabuhunna hatta yathurna degan ma ilgaki neslin paydalangan emas bu. Qaysi feyza tatah ma mefhum muhalefe. Mefhum muhalefe bu evvel kıneski ola takrabuna hatta yathurna. Ulağa yakın kemmana hatta pakoğun kadar. Ula pakoma kıp kıp kasıla yakın kemmesek ola diken. Digen bu mefhum muhalefe bu evvel cümledin ki ola takrabuhunna hatta yathurna digen bunudun paydalangan emas. Bunun hükmü nereden çıkıyor degende bunun hükmü Feyza tetahharna fa'tuhunna men haysa marakum. Mana ma eğer pak olsa ulağı Allah buyurgan taraftan kelanlar dedi. Bu mefhum muhaliften çıkmadı bu. Bu mu feyza tetahharna fa'tuhunna men haysa marakum. Ma ayetten çıktı. Anladım şundak min nisaikum lati dehaltum bihinne. Bu bir hüküm. Kayıtlan bo'lgan hüküm. Bu mıda üstü duhul kılmagan bolsanlar sizlerge ula çatak yok dedi. Bunun uzu bu mefhum muhalife bu mu min nisaikumul lati dehaltum bihinne'nin mefhum muhalifesini çıkan emez bu. Bu belki keyingi mezkur ayetten çıktı. Pe illem tekunu dehaltum bihinne fela cunaha aleykum. Hoş bunuz delil şunu delil ki o olsa yukarıki neslin kat'i onudun payda onu düşüngen emez. Eğer yukarıki neslin onu fahm kılgan bolsak, düşünügen bolsak ve illa ma zakarahu saniye. Tilga amgan bolgan bolat diyor Allah subhanahu wa taala. Şu yukarı nesni ikkinchi qatim vala taqrabuhunna hatta yathurun deb etib oqibatini payza tatahharna demagan bo'ladi. Ilgari oyatda min nisaikum allati dakhaltum bihinna deb etib fa illam takunu dakhaltum bihinna demagan bo'ladi. Qachon qayerdan agar bu yerdagi bu delil agar yuqorqi oyatdan qat'an mushundan bu uqilgan bo'lsa bir ikkinchi takrorlab o'tirmaygan bo'ladi. Bu mafhum muxolafa bu nimadan? Bu oyatning o'zidan chiqqan bo'lsa, birinchi oyatdan. Buni ikkinchi oyatni Alloh subhanahu va taolo takrorlab o'tirmagan bo'ladi deydi. Xo'sh.
Vaqt itibari bilan boshlangan kifayimiz davomi keyingi soatda bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.